Xo'p, bugungi birinchi darsimiz burchak mavzusi haqida bo'ladi. Ya'ni o'zida aslida burchak deb bir nuqtadan chiqqan ikki nur orasidagi shaklga burchak deyiladi. Burchak o'z navbatida 4 xil turga bo'linadi. Birinchisi biza yozishimiz mumkin bu o'tkir burchak. O'tkir burchak. O'tkir burchak ixtiyoriy burchak bo'lsin va shu burchak uchini alfa bilan belgilab olamiz. Agar shu alfa burchak 90 gradusdan kichkina bo'lsa agar, bu bizada o'tkir burchak bo'ladi. Ikkinchi turdagi burchagimiz bu bizada to'g'ri burchak. To'g'ri burchak. Agar berilgan burchagimiz, masalan alfa deb oladigan bo'lsak, 90 gradusga teng bo'lsa agar, bizada bu to'g'ri burchak bo'ladi. Va to'g'ri burchak belgisi mana shunday ko'rinishda, ya'ni yarim kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bizaga mana shunaqa belgi keldimi, demak bu to'g'ri burchak belgisi hisoblanadi. Bizaga aynan 90 gradus deb berib o'tirishi shart emas. Uchinchisi, qanday alfa burchak bo'lsin va shu alfa burchakning gradus o'lchovi 90 dan katta, lekin 180 dan kichkina bo'lsa, bu o'tmas burchak bo'ladi. Ya'ni bu o'tmas. Va oxirgisi yoyiq burchak. Yoyiq burchakda qandaydir yoyiq bo'ladi burchagimiz. Ya'ni bizadagi burchak o'lchovi alfa 180 gradusga teng bo'lar ekan. Yoyiq burchak ko'pincha to'g'ri chiziq desak ham bo'ladi. Ya'ni to'g'ri chiziqning burchagi har doim yoyiq bo'ladi va u 180 gradusga teng bo'lar ekan. Ya'ni burchaklarning turlari faqat shulardan iborat. Endi bizada hozir gaplashadigan burchaklarning yana bir nimasi turi. Bu o'zida vertikal va qo'shni burchaklar. Deylik bir yoyiq burchak bo'lsin. Va shu yoyiq burchakni bitta nur yordamida ikkita burchakka bo'laman. Bitta burchakni men alfa, ikkinchisini beta deyman. Aynan mana shu alfa va beta burchaklar qo'shni burchaklar deyiladi. Bularni oddiy farqlash uchun bir to'g'ri chiziqda yotgan bo'lishi kerak va yonma-yon bo'lishi kerak. Va har doim qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Endi deylik ikkita to'g'ri chiziq kesishidan 4 ta burchak hosil bo'lsin. Shu 4 ta burchaklarni biza alfa, beta, gamma va qanday D burchak deb belgilaymiz. Endi hozir bizada alfa va gamma bir-biriga qarab turibdi. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi turibdi. Aynan mana shu holatda bir-biriga qarama-qarshi turgan ikkita burchak bizada vertikal burchaklar deyiladi. Va vertikal burchaklar har doim bir-biriga teng. Ya'ni bu yerda alfa gammaga teng yoki beta D burchakka teng. Demak, hozir biza ko'rib turishimiz mumkin alfa va beta, ya'ni alfa va beta. Bu ikkovining yig'indisi 180 gradus, chunki bular qo'shni burchaklar va alfa va gamma teng. Demak, umumiy mana shu yerda 4 ta burchak paydo bo'ldi. Va bizda alfa plus beta plus gamma plus D burchaklarining hammasi yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda alfa plus beta 180 gradusga teng plus gamma plus D. Gamma plus D burchaklari ham qo'shni bo'lganligi uchun ularning yig'indisi ham 180 gradusga teng.
Ikkovining umumiy yig'indisi bitib 360 gradusni berar ekan. Endi keyingisi bizada ichki almashinuvchi burchaklar. Ichki almashinuvchi burchaklar. Ichki almashinuvchi burchaklar. Xo'p, tashqi almashinuvchi burchak deylik, ikkita parallel to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. Biz bilamizki, parallel to'g'ri chiziqlar bular bir-biri bilan kesishmaydigan va yo'nalish jihatdan bir xil bo'lgan ikkita to'g'ri chiziqqa aytiladi. Ya'ni ikkita parallel to'g'ri chiziq. Ya'ni bittasini A, ikkinchisini B, ya'ni A parallel B ga bo'lgan ikkita to'g'ri chiziq berilgan bo'lsa. Va shu ikkita to'g'ri chiziqni men kesma bilan tutashlayman. Tutashlaydigan bo'lsam, hosil bo'lgan ikkita burchaklar, ya'ni bitta burchakni alfa va ikkinchi burchakni beta deb qaraydigan bo'lsak, alfa va beta bizada bular ichki almashinuvchi burchaklar. Ya'ni bu yerda har doim alfa betaga teng. Ya'ni oddiy misol ko'rsatadigan bo'lsak, xuddi ikkita burchak parallel, ikkita chiziq parallel bo'lsin va ikkita kesma bilan tutashray. Bu xuddi Z harfiga o'xshab qoldi. Ya'ni Z harfiga o'xshab qolgandan keyin shu Z harfining ikkita ichidagi, ya'ni uchidagi burchaklar ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi va ular har doim teng bo'ladi. Endi Usmonov kitobdagi misollarni ishlashdan boshlaymiz. Xo'p, birinchi misolda aytilganki, qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 16 gradus katta. Shu qo'shni burchaklarni toping deb qo'yibdi. Xo'p. Bitta qo'shni burchak chizamiz. Xo'p, ikkita qo'shni burchak olamiz. Dedik, mana shunday ko'rinish chizadigan bo'lsak. Bitta burchakni x deb olamiz. Ikkinchisi esa undan 16 gradusga katta ekan. Ikkinchi burchakni biz x plus 16 deb olar ekanmiz. Shu qo'shni burchaklarni toping debdi. Biz bilamizki, boya aytgan qoidamiz bo'yicha qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus. Shuning uchun ham x plus 16 ga x ni qo'shadigan bo'lsak, hozir bizada 180 gradusni berish kerak va bu narsa 2x plus 16 teng 180 gradus, 2x teng 180 ayrilgan 16, 2x teng bizada 164 gradus, x teng bo'ladi 82 gradusga. Demak, bitta burchak topildi. Bizada kichik burchagimiz 82, ikkinchisi undan 16 gradusga katta, ya'ni 82 plus 16. Ya'ni 98 gradus bo'lar ekan. Endi ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, xo'p, birinchi, ikkinchi, uchinchi misollar bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Shuning uchun biz birdan 4-misoldan boshlaymiz. 4-misol aytayaptiki, qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik deyapti. Bu holatni ikki xil ko'rinishda tasvirlash mumkin. Kimga qaysi bo'la qulay bo'lsa, o'sha usulda ishlaydi. Masalan, deylik, birinchi usul bizda katta burchakni x deb turib, kichkina burchak undan 4 marta kichkina deyiladi-yu, x taqsim 4 deb ishlanadi. Keyin ikkovining yig'indisi x taqsim 4 bilan teng 180 gradus deb tenglama, ya'ni mahrajli tenglamaga qo'yib ishlanadi. Umumiy mahraj beriladi va mahrajlar tashlab yuboriladi. Yoki yana bitta usuli kichkina burchak x deb olinadi. Va katta burchakni undan 4 marta katta, ya'ni bitta burchak ikkinchisidan 4 marta kichik bo'lgandan keyin, demak, katta burchak kichkina burchakdan 4 marta katta bo'ladi. Demak, 4 marta katta, ya'ni 4x deb olinadi. Ikkovi qo'shilganda 4x plus x teng bizda qo'shni burchak bo'lgandan keyin 180 gradus berish kerak. 180 gradus tenglanadi. Shundan keyin bu narsada 5x teng 180 gradus, x teng 36 gradus, ya'ni 5 butonga bo'lib o'tdi. Shunda bizda x 36 gradusga teng chiqyapti. Ya'ni bizda kichkina burchak 36, katta burchak 4x, ya'ni 144 gradus bo'lgan ekan. Kimga qaysi yo'l qulay bo'lsa, o'sha yo'ldan ishlaydi
menimcha juda ham ko'pchilikka mana shu usul qulayroq. Faqat bu usul bilan bu usulning farqi, hozir bizda agar mana bu usulda x javobi chiqsa agar, bu katta burchakli javobi bo'ladi. Ya'ni kichkina burchak topish uchun keyin 4 ga bo'lib qo'yish talab etiladi. Agar bu usulda ishlansa, agar hozirda ko'rib turganingizdek, bizda kichkina burchakli javob chiqdi. Endi buni keyingi katta burchak topish uchun 4 ga ko'paytirish talab etiladi. Ya'ni bu bilan biz ikkala yo'lni ham to'g'ri demoqchimiz. Keyingi savolda o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 3/7 qismiga teng burchakni toping. Demak, yana burchak chizamiz, ya'ni ikkita qo'shni burchak chizamiz. Bitta burchagimizni x deb, ikkinchi burchagimizni shu burchakning 3/7 qismiga, ya'ni bu tomonni x deydigan bo'lsak, shu 3/7 qismiga teng bo'lgandan keyin hozir biz burchagimizning yoki x'imizning 3/7 qismini topmoqchi bo'lsak, ya'ni har qanday sonni qismini topish uchun berilgan qismga o'sha son ko'paytiriladi. Shuning uchun ham birinchi burchagimiz, katta burchagimiz x bo'ladigan bo'lsa, katta burchak, kichkina burchak 3/7 ko'paygan x bo'ladi. Ya'ni mana bu burchakni biz 3/7 ko'paygan x deb olamiz. Yana boyagi qoidaga qo'yamiz. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lgandan keyin berilgan tenglamani ishlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda berilgan x'imizni umumiy markazga keltirib olamiz. 7 ta umumiy markaz beramiz. Bu bizda 3x plus 7x taqsim 7 teng 180 gradusga bo'ladi. Shundan keyin bizda bu 10x taqsim 7 teng 180 gradus va tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x teng 180 gradus bo'lingan 10 taqsim 7. X teng bo'ladi 180 gradus ko'paygan 7 taqsim 10 ga. Qisqarsa agar x teng bo'ladi 18 ko'paygan 7 ga. Bizda burchagimizning javobi 126 gradus bo'lgan. Demak, bizda so'ralgan burchak topildi, chunki o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 3/7 qismiga teng. Demak, biza x ko'paygan 3/7 ni topishimiz kerak. Masala sharti bo'yicha ishlashimiz kerak biza. 3/7 ko'paygan 126 gradus. Qisqarsa agar 126 7 ga bo'linadi. Xo'p, adashmasam shunday. Bizda shunda 18 qoladi. 3 ko'paygan 18 bo'ladi-yu. 54 gradusga teng bo'lar ekan. Yoki shunchaki 3/7 qismini topishni o'rniga 180 gradusdan 126 gradus ayirib qo'yilsa ham, ya'ni qo'shni burchaklar qoidasiga ko'ra 54 gradus chiqadi. Demak, 6-misol javobi 54 gradus bo'lgan. Xo'p, keyingi savolda aytilyaptiki, o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 44% ga teng bo'lgan burchakning kattaligini aniqlang. Endi boya qismga doir misol bizda foizda kelgan. Buni qanday ishlaymiz? Buni ishlash uchun berilgan ikkita burchakni chizib olamiz, qo'shni burchaklar. Va katta burchakni x deb belgilaymiz. Kichkina burchak topish uchun shu katta burchakning 44% ni topish talab etiladi. Biz bilamizki, har qanday sonning foizini topish uchun shu berilgan sonni berilgan foizga ko'paytirib 100 ga bo'lish kifoya. Ya'ni bu narsa bizda 0.44 x bo'lar ekan. Mana bu qismimizni 0.44 x deb belgilaymiz. Xo'p. Endi bizda yana qo'shni burchak qoidasiga ko'ra ikkita qo'shni burchagimiz yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Shunda bu 1.44, ya'ni 1.44 x teng bo'ladi 180 gradusga. X teng bo'ladi 180 gradus bo'lingan 1.44 ga. X teng bo'ladi 125 gradusga. Shunda bizaga endi bizda x ma'lum bo'ldi, lekin bizda 0.44 x so'ralgan. Demak, 125 ni olib 0.44 ga ko'paytirib qo'yish kifoya. Shunda bu 500 va yana 500. Xo'p. 0 0 5 5 0. Ikkita sanab qo'yamiz. 55 gradus bo'lar ekan. Yoki boya aytganimdek, 180 ni o'zidan ayirish kifoya, ya'ni 180 gradusdan. Shunchaki 125 gradusni ayirganimiz bilan ham 55 gradus degan javob chiqadi.
Demak, 7-misolning javobi 55 gradus bo'lgan. Xo'p, endi berilgan misolda aytilyaptiki, ikkita burchaklar berilgan, alfa va beta burchaklar. Ya'ni alfa va beta burchaklar. Alfani betaga bo'lsa deyapti, 2/7 degan javob hosil bo'ladi deyapti. Savol: alfa va beta burchaklar ayirmasini toping. Bizda alfa minus beta so'ralgan. Xo'p, sistema qilib ishlasak bo'ladi. Ya'ni alfa plus betani biz 180 gradus deb olamiz. Chunki biz bilamiz qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus. Va shundan keyin proporsiya qilsak bo'ladi mana bu yerda. Ya'ni 2 alfa plus 7 teng 7 beta. Buni sistema qilmasdan ishlash yo'li ham bor. Uni keyinroq o'rgataman. Hozir bu yerda bizda alfa teng bo'ladi. 2 ga bo'lib olsak 3,5 betaga. Demak, alfani o'rniga 3,5 beta olib borib qo'yamiz. 3,5 beta plus beta teng bo'ladi 180 gradusga. Shunda bu 4,5 beta teng bo'ladi 180 gradusga. Beta teng bo'ladi 180 gradus bo'lingan 4,5 ga yoki beta teng bo'ladi. Xo'p, 9/2 bo'ladi degan bo'lsa 2/9 40 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, bizda beta topildi. Burchaklarning kichigi 40 gradus bo'lgan, kattasi 140 gradus bo'lgan. Agar sistema qilmasdan ishlayman demoqchi bo'lganlar, buni nisbat mavzusi bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, ya'ni alfani betaga nisbatini bizaga 2 ga 7 nisbatda bergan. Ya'ni nisbat mavzusidan biz bilamizki, berilgan nisbatlarni x ko'rsatamiz. Ya'ni 2x ga 7x nisbat. Demak, bitta burchagimiz nisbati 2x bo'lgan, ikkinchisi 7x bo'lgan. Va berilgan ikkita qo'shni burchaklar yig'indisi har doim 2x plus 7x topiladi, 180 gradusga tenglanadi. O'sha 9x teng bo'ladi 180 gradusga va x teng bo'ladi 20 gradusga. Endi x larni o'rniga 20 ni olib borib qo'yamiz. Va bizda bitta burchagimiz 40 gradus, ikkinchisi 7 ko'payga 20, 140 gradus bo'lar ekan. Ya'ni har doim nisbatlar x ko'rinishda olinsa bo'ladi. Chunki baribir hozir 2x ga 7x nisbat bo'ladigan bo'lsa, x lar qisqarib, ya'ni 2 ga 7 nisbatni qaytarib beradi. Kimga sistema yo'li qulay bo'lsa, o'sha usulda ishlaydi. Kimga nisbat yo'li qulay bo'lsa, nisbat usuli ham to'g'ri usul bo'ladi bu yerda. Xo'p, bu misolda ham alfa va beta qo'shni burchaklar degan. Agar alfa bizda 0,8 betaga teng bo'lsa, beta va alfa burchaklar ayirmasini toping. Xo'p, boyagi misolda biz alfa va beta burchaklarini topgan edik. Ayirish esdan chiqib qolibdi. Ya'ni boyagi misolda biz 140 gradusga 40 gradus chiqarganimizdan keyin, ya'ni 8-misolda ularni ayirib 100 gradus deb yozib qo'yishimiz kerak edi. Xo'p, endi bu misolda bizda boyagidek ikkita burchak belgilab olamiz. Bittasini alfa, ikkinchisi beta deb belgilaymiz. Shundan keyin alfaga betani qo'ysak, bilamizki 180 gradus bo'lishi kerak. Va alfamiz 0,8 betaga teng. Shunda biz alfani o'rniga 0,8 beta olib borib qo'yamiz. Tenglamalar sistemasi qoidasiga ko'ra 1,8 to'rog'i 0,8 beta plus beta teng 180 gradusga va 1,8 beta teng 180 gradusga va beta teng bo'ladi 180 bo'lingan 1,8 ga. Betamiz 100 gradusga teng bo'lgan ekan. Shunda alfa qo'shni burchaklar qoidasiga ko'ra 180 ayiradigan bo'lsak, ya'ni 180 gradusdan 100 gradusni ayiradigan bo'lsak, 80 gradus teng. Demak, burchaklar ayirmasini so'ragan bizdan 100 gradus ayrilgan 80 gradus, ya'ni 20 gradusga teng bo'lar ekan. Xo'p, xuddi 8-misolga o'xshash savol kelyapti nisbatga doir. Ya'ni ikki burchakning kesishidan hosil bo'lgan ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchakning nisbati 5/4 ga teng. Shu burchakning kichigini toping. Ikki to'g'ri chiziq bo'lgandan keyin mana bitta to'g'ri chiziq va mana ikkinchi to'g'ri chiziq. Ikkovi kesishdi va bitta burchaklardan 5/4 deb oladigan bo'lsak, boya kelishganimizdek
nisbatlarni x ko'rinishda olamiz. Ya'ni bittasini 4x, ikkinchisini 5x ko'rinishda olamiz nisbatlarni. Va shu burchaklarni bizlar bilamizki, qo'shni burchak bo'lgani uchun yig'indisi 180 gradusga teng. 9x teng 180 gradus, x teng 20 gradus bo'lar ekan. Endi shunda 5 nisbatdagi burchagimizning burchak uzunligi, ya'ni 5x deb olgan edik. 5 ko'paydigan 20. Bu bizada 100 gradus bo'ladi. Va 4 nisbatdagi burchagimiz 4 ko'paygan 20, ya'ni bizada bu 80 gradus bo'lar ekan. Shu burchaklarning kishiga 80 gradus deb belgilab ketamiz. Xo'p, ikki qo'shni burchaklarning ayirmasi 28 gradus. Ularni kichigini toping deyapti. Ikkita qo'shni burchak olamiz. Bittasini alfa, ikkinchisini beta deb belgilaymiz. Va shu qo'shni burchaklar ayirmasi degan, ya'ni buni ishlashni yana ikki xil usul bor. Birinchisi tenglamalar sistemasi yordamida, ya'ni hozir biz alfa minus betani 28 gradus deb olamiz. Va alfa plus beta, ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisini 180 gradus deb olamiz. Tenglamalar sistemasini bir-biriga qo'shib olamiz. 2 alfa teng bizada 208 gradus bo'ladi. Va alfa bizada 104 gradus bo'lgandan keyin betamiz 76 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga tengligi uchun. Yoki ikkinchi usuli biz bilamizki, ikki sonni ayirmasi degani, masalan a dan b ni ayirmasi deb olaylik. A bdan qanchaga ko'pligini anglatadi. Masalan deylik 6 dan 2 ning ayirmasi 4. Bu degani 6 2 ga qaraganda 4 ta ko'p. Ya'ni bu yerda ham a b ga qaraganda 28 gradus ko'p. Demak, bitta burchagimizni x deb olamiz. Ikkinchisi undan 28 gradus ko'p bo'lgani uchun x plus 28 gradus deb belgilab olinadi. Va qo'shni burchaklar yig'indisi bizada 180 gradus bo'lgandan keyin bizada 2x teng 180 gradus ayrilgan 28, 2x teng 180 dan 28 ni ayiradigan bo'lsak 152 gradus. X teng bo'ladi 76 gradusga. Ikkinchi burchagimiz 104 gradusga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu yo'l tenglamalar sistemasini unchalik tushunmaydigan yoki tenglamalar sistemasini bilmaydigan o'quvchilarga to'g'ri keladi. Lekin baribir tenglamalar sistemasini o'rganib qo'ygan maqsadga muvofiq. Chunki shunaqa tenglamalar bor, ularni tenglamalar sistemasisiz ishlash qiyin, ya'ni ishlab bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Xo'p, 20-misolga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchakning biri 30 gradusga teng ekan. Qolgan burchaklar topilsin. Xo'p. Ikki to'g'ri chiziq kesishdi deylik. Boya ko'rganimizdek, mavzuni boshida aytib o'tganimizdek, ikki to'g'ri chiziq kesishidan 4 ta burchak paydo bo'ladi. Shularning bittasi 30 ekan. Va biz bilamizki, 30 gradus va mana bu qanday alfa burchak bo'lsa, mana shu burchak bir-biriga vertikal. Ya'ni vertikal burchak bo'lgandan keyin 30 gradus, bu burchagimiz 30 gradus bo'lsa agar, bizga vertikal burchak ham 30 gradus bo'ladi. Va mana bu burchakni alfa deb oladigan bo'lsak, alfa va 30 gradusli burchak bir-biriga qo'shni burchak. Ya'ni alfa plus 30 gradus bizda 150 gradusni beradi. Demak, alfa bizda 180 gradus beradi. Shunda alfa bizda 150 gradusni berar ekan. Ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi bizda 180 gradusni bergani uchun alfaga 30 gradusni yig'indisi 180 gradusni beryapti. Shunda alfa 150 gradus teng ekan. Demak, alfaga 150 gradus yozib olamiz va mana bu burchak beta shu alfaga vertikal bo'lgani uchun beta burchagimiz ham 150 gradus bo'lar ekan. Demak, hosil bo'lgan burchaklardan uchtasi 150, ikkita 150 va bitta 30 gradus bo'lgan ekan. Xo'p, AB va CD to'g'ri chiziqlar. Demak, AB va CD deyapti. O nuqtada kesishdi.
AOD burchak. AOD ya'ni o'rtada O burchak turgani uchun bizda mana bu burchak. Ya'ni AOD burchak, ya'ni AOD burchak va COB burchaklar yig'indisi 230 gradus ekan. Demak, biz hozir AOD burchakni x deb oladigan bo'lsak, COB burchak, ya'ni mana bu alfa, masalan, mana shu burchak AOD burchakka vertikal, ya'ni x mana shu burchakka vertikal. Biz bilamizki, vertikal burchaklar teng. Shuning uchun ham COB burchakni x deb belgilaymiz. Endi shu ikkita burchak yig'indisi, ya'ni x plus x deyapti, 230 gradusga teng. 2x teng 115 gradus. To'g'ri, x teng 2x teng hozir 230 gradus va x teng bo'ladi 230 bo'lingan 2, ya'ni x teng bo'ladi 115 gradusga. Demak, bitta burchagimiz 115 gradus, ikkinchisi ham 115 gradus bo'lgan, chunki ular vertikal. Endi bizga AOC burchak kattaligini toping deydi, ya'ni mana bu AOC burchak kattaligi. Aynan mana shu burchak topilishi kerak. Biz bilamizki, AOC burchak x burchakka qo'shni. Shuning uchun ham hozir bizda x plus mana bu burchakni y deb oladigan bo'lsak, y bizda 180 gradus teng bo'lishi kerak. X javobi ma'lum bo'ldi, 115 ligi. 115 gradus plus y teng bo'ladi 180 gradusga, y teng bo'ladi 180 ayrilgan 115 ga. Shunda y bizda 65 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, AOC burchak kattaligi 65 gradusga teng. Xo'p, ikki to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan 3 ta burchakning yig'indisi 315 gradusga teng ekan. Demak, ikki to'g'ri chiziqni kestiramiz. Kestirgandan keyin bu yerda bizda bitta burchagimiz x, ikkinchisi y. Biz bilamizki, bu burchak x ga vertikal bo'lgani uchun bu ham bizda x deb olinadi va bu burchak bizda y ga parallel vertikal bo'lgani uchun bu burchak ham y deb olinadi. Bizda hozir bilamizki, qoida bo'yicha shu 4 ta burchak yig'indisi, ya'ni x plus y plus y 360 gradusga teng ekan. Endi shu yerdan ixtiyoriy 3 tasini yig'indisi, masalan, deylik x plus y ixtiyoriy 3 tasining yig'indisi 315 gradus ekan. Demak, biz x plus y o'rniga 315 gradus olib borib qo'yamiz. Bizda qoldi 315 gradus plus va bitta y qolyapti. Teng 360 gradus. 315 gradus bu tomon minus o'tsa agar, y teng bo'ladi 45 gradusga. Demak, bitta burchagimiz y bo'lgandan keyin 45 gradus bo'ladi. Bu yerdagi y burchagimiz ham 45 gradus va x topadigan bo'lsak, qo'shni burchaklar qoidasiga ko'ra x ga y qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Chunki bu ikkita burchak yonma-yon, qo'shilib turibdi. Y ma'lum bo'ldi. X plus 45 gradus teng bo'lgan 180 gradusga. X teng bo'ladi 135 gradusga teng bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi misol berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar. Xo'p, deylik, bitta burchak chizamiz. Bitta burchagimiz x deb oladigan bo'lsak, shu burchakka x deb qaraydigan bo'lsak, unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar, ya'ni bitta burchagimizni y deb olamiz. Ikkinchi burchak aynan ana shu y ga vertikal bo'lgani uchun u ham y bo'ladi. Shu 3 tasining yig'indisi x plus y 19 pi taqsim 16 ga teng bo'lgan. Hozir bizda burchak radian o'lchovida berilgan. Biz bilamizki, pi ning gradus o'lchovi 180 gradus. Shu narsa esdan chiqmagan holda shu misolni ishlaymiz. Endi xo'p, qo'shni burchaklar yig'indisi qoidasiga ko'ra x plus y bizda 180 gradusga teng. Yoki x plus y ni radian o'lchovi pi ga teng. Bu yerda biz pi ni 3.14 deb tushunmasligimiz kerak. Buni bizda radian mavzusidan ham bilib olsa bo'ladi.
Ya'ni pi bu yerda bizda 180 gradusni anglatib kelmoqda. Ya'ni hozir x ga y ni qo'shadigan bo'lsak, bizda pi paydo bo'ladi. Demak, x plus y o'rniga pi ni qo'yamiz. Pi plus y teng 19 pi taqsim 16 bo'ladi. Pi bu tomonga minus o'tadigan bo'lsa, y teng 19 pi taqsim 16 minus pi bo'ladi. Pi ga o'yin mahrash beramiz 16 da. Y teng bo'ladi 19 pi minus 16 pi taqsim 16. Shunda y bizda 3 pi taqsim 16 ga teng bo'ladi. Endi bizda berilgan burchakning kattaligi, ya'ni biz x burchak deb olgandik berilgan burchakni. Shu burchakning kattaligini topishimiz kerak. Ya'ni bu yerda x plus y 180 gradus, ya'ni pi ga tengligidan foydalanib y ta o'rniga 3 pi taqsim 16 qo'yamiz. Yani x plus 3 pi taqsim 16 teng pi. Bu tomonga minus o'tadigan bo'lsa, x teng pi minus 3 pi taqsim 16 bo'ladi-yu. X teng bo'ladi 13 pi taqsim 16 ga. Demak, to'g'ri javob 13 pi taqsim 16 bo'lgan. Xo'p, berilgan misol, ya'ni aytayaptiki, bir nuqtadan 3 ta to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Hosil bo'lgan 6 ta burchakning o'zaro vertikal bo'lmagan 3 tasi alfa, beta, gammaga teng. Alfa plus beta plus gammani toping deb so'ragan. Sal o'ylantiradigan misol, lekin bu juda ham sodda misollardan bittasi. Deylik, bitta nuqta olamiz. Va shu nuqtadan 3 ta to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bitta, deylik, ikkita va uchinchisi mana. Mana 3 ta chiziq o'tkazildi bitta nuqtada. Endi o'zaro perpendikulyar bo'lmagan degan, masalan, mana bu burchak bilan bu burchak perpendikulyar, ya'ni shular emas demoqchi. Ya'ni bizda mana bu burchak alfa, bunisi beta, bunisi gamma bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, alfa, beta, gamma hammasi bitta to'g'ri chiziqda joylashgan. Ya'ni hammasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy 3 tasi bizga mana shu to'g'ri chiziqning burchagi, ya'ni burchagining, ya'ni yoyiq burchakka teng bo'ladi. Ya'ni bizda hozir alfa plus beta plus gamma aynan ana shu yoyiq burchak, ya'ni to'g'ri chiziqning burchagiga teng, ya'ni 180 gradusga teng. Demak, javob 180 gradus bo'lgan. Burchak bisektrisasi uning tomoni bilan 15 gradusli burchak tashkil etsa, burchakning o'zini toping. Xo'p, bitta burchak olamiz. Bisektrisa degani shu berilgan burchakni teng 2 ga bo'luvchi nur. Ya'ni burchakdan chiqib aynan shu burchakni teng 2 ga bo'luvchi nur. Ya'ni masalan mana shu yerda BO deb oladigan bo'lsak, BO bu yerda bisektrisa. Ya'ni mana shu bisektrisa burchakning tomoni bilan 15 gradusli burchak hosil qilgan. Bu aytganimizdek bisektrisa burchakni teng 2 ga bo'ladi va bu 15 gradus bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi burchak ham 15 gradus bo'ladi. Demak, ikkita burchakni umumiy qo'shadigan bo'lsak, bu bizda katta burchakning kattaligiga teng. Ya'ni 15 plus 15 30 gradus bo'lgan ekan. Xo'p, berilgan misolda berilyapti va bizda alfa burchak topilishi so'ralgan. Boya aytganimizdek, mana bu belgi 90 graduslik belgisi, ya'ni buni biz 90 gradus deb olamiz. Va umumiy burchak bizda 90 gradusga alfani qo'ysak chiqadi. Ya'ni mana shu umumiy burchak bizda 90 plus alfa deb olinadi. Va mana shu burchak bu burchakka vertikal. Demak, bu burchak 90 gradus plus alfa deb olamiz. Endi ichki almashuvchi burchaklar qoidasiga ko'ra A va B chiziqlar bu yerda parallel, o'zi aytilgan. Va mana bu burchak bilan bu burchak teng, ya'ni Z ko'rinishda hosil bo'lyapti. Va bu burchak bilan bu burchak teng. Demak, mana bu burchak ham 60 gradus bo'lgan. Endi hozir mana shu ikkita burchak, ya'ni 60 gradus va 90 gradus plus alfa burchaklar bir-biriga qo'shni bo'lib qoldi. Demak, hozir bizda 60 gradus plus 90 plus alfa teng bo'ladi 180 gradusga. Alfa plus 150 gradus teng bo'ladi 180 ga. Alfa teng bo'ladi 30 gradusga. Demak, alfa topildi. To'g'ri javob 30 gradus bo'lgan ekan.
Bu bo'lsa-da, bugun ko'radigan eng oxirgi misolimiz edi. Shu bilan burchaklar mavzusi tugaydi. Undan keyingi mavzu, ya'ni masofalar mavzusi keyingi videolarimizda bo'ladi.